Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Umidjon. Bu hujjat topshirish qanday bo'ladi? Universitetga rangi qanaqa, kontraktlari qancha, necha alts kerak bo'ladi? Kerakli hujjatlaringizni apostila qilasizda, bitta katta fayl qilib Koreyaga jo'natasiz. Uchinchi, judayam muhim bosqichi o'zi aslida KDB bank счет bilan ota-ona yillik daromad nimaga qo'yiladi. Keyingi etap bu judayam oson etap. Yo'li muhitiga tushishingiz kerak bo'ladi, koreys tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Katta xatoliklar bo'lib ketishi mumkin bitta imzoning orqasida. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Umidjon. 2 yildan beri Koreyaga o'zbek talabalarni o'qish uchun jo'natib kelmoqdamiz. Va bugungi siz ko'rmoqchi bo'lgan videongiz universitet tanlashdan tortib to viza olishgacha yana onlayn ish topishgacha polniy protsess ko'rib chiqasiz. Birinchi kerak bo'ladigan narsa o'zingizga mos universitet tanlash kerak bo'ladi. Bunda Google bilan ChatGPT juda ham katta rol o'ynaydi. ChatGPTga yozasiz, menga shu universitet kerak yokida menga mana bitta universitet, Busan National University kerak. Busan National Universityning rangi qanaqa, kontraktlari qancha, necha alts kerak bo'ladi, English track bormi, Korean track bormi, yana qanaqa dasturlari bor. Polniy batafsil ma'lumot olasiz. Endi sizda alts bo'lsa, English trackga topshirganingiz juda ham ma'qul bo'ladi. Chunki siz altsiz bor, ingliz tilini bilasiz. Bu degani universitet dasturlari o'zida ingliz tilida o'tiladi. Polniy hamma mavzular. Agarda sizda TOEIC oladigan bo'lsangiz yoki TOEIC sertifikatingiz bo'lsa, siz Korean trackga topshirganingiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki darslar hammasi koreys tilida bo'ladi va mahalliy studentlar bilan o'qiysiz. English trackga topshirsangiz, ya'niroq ingliz tili yo'nalishiga topshirsangiz, chetdan kelgan studentlar bilan bemalol o'qib va fikr almashishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun Amerika, Kanada yoki Yevropadan kelgan studentlar bilan. Ikkinchi bosqich esa universitetga hujjat topshirish. Ya'niroq siz tanlagan, birinchi etapdagi tanlagan universitetingizga hujjat topshirish kerak bo'ladi. U hujjat topshirish qanday bo'ladi? Universitetga, siz misol uchun Busan National University'ni tanladingiz. Busan National University deb Google ga yozasiz va oxirida .kr deb yozsangiz ofitsialniy saytlari chiqadi. Ofitsialniy saytga kirib, application guide, ya'niroq o'sha kitobchasi bo'ladi. Bemalol o'qisangiz bo'ladi. English track nima bor, Korean trackda nima bor, keyin necha alts kerak bo'ladi yoki Korean trackga topshirish TOEIC necha kerak bo'ladi, keyin kontrakt summalari, application feesi, polniy hamma yana qanaqa dokumentlar apostila qilinishi polniy hammasi keltirilgan bo'ladi. Endi u narsalarni polniy ko'rib bo'ldingiz. Sanalarni ham ko'rib bo'ldingiz. Endi nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ofitsialniy saytida o'zlarini application form degan joyi bo'ladi. Application formda onlayn to'ldirib, printerdan chiqarib olasiz. Keyin mana bu qolgan hujjatlaringizni, kerakli hujjatlaringizni apostila qilasizda, bitta katta fayl qilib Koreyaga jo'natasiz. Koreyada bironta tanishlaringiz bo'lsa, juda ham zo'r universitetlarga olib borib berishadi. Agarda mabodo Koreyada tanishlaringiz bo'lmasa, bu yoqda pochta, indeks pochtalari bilan bemalol yuborsangiz bo'ladi. Endi universitet adreslari o'sha ofitsialniy saytdagi universitetlarning ro'yxatidagi eng oxirida joylashgan bo'ladi. O'shanga kirasiz, o'shanga jo'natasiz. Jo'natganingizdan keyin 1 oy, 1,5 oy muddatda sizga invoice xati keladi. Ya'niroq kontrakt summasi kelib tushadi. Siz o'qishga kirdingiz, kontrakt summangiz deb kelib tushadi. Kontrakt summani to'laganingizdan keyin 100% o'sha o'qishga kirdi, mana shu bola, o'sha admissionni jo'natadi sizga. U admissionni olasizda, o'sha bu yoqda viza protsessi boshlanadi. Uchinchi, judayam muhim bosqichi bu vizaga topshirish. Endi agarda siz bakalavrga hujjat topshirgan bo'lsangiz, sizda absolyutni 1 oylik KDB bank счет bilan ota-ona yillik daromadi kerak bo'ladi. Mabodoga 1% dan kam noliganlik bo'lgan universitetlar ro'yxatiga o'qishga kirsangiz, sizga umuman unaqa narsalar kerak bo'lmaydi. O'zi aslida KDB bank счет bilan ota-ona yillik daromad nimaga qo'yiladi? Koreya hukumatı sizga ishonishi kerak. Ya'niroq qanaqa? Elchixona ham sizga ishonishi kerak. Bu bola absolyutni Koreyaga kelib o'qiydi. Mana ota-onalari yillik daromadlari bemalol bu kontrakt summasiga yetar ekan. Bank hisob raqamida 1 oy mobaynida yaxshi summa aylangan ekan. Bu bola faqat Koreyaga keladi, o'qiydi degan maqsadda siz KDB bank счет bilan ota-ona yillik daromad qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi oldingi o'zingizda shaxsiy ma'lumotlarni yig'asiz, o'sha apostila qilingan bo'ladi. Ota-ona yillik daromad bank счетlarini ham olasiz. 1 oy mobaynida shu kuzgi semestrga topshirayotgan paytingiz iyul oylarida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Iyun oylarida qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Unda siz o'qishga kirgandan keyin.
Xo'p, KTB bank счет ota-ona yillik daromad olganingizdan keyin, ma'lumotlarni polni hammasini yig'ganingizdan keyin, Toshkentda 13 ta firma konsaltinglar bor. O'sha konsalting litsenziya olgan vizavoy sentrlar bor. O'sha vizavoy sentrlarga olib borib topshirasiz va ular vizavoy sentrlar elchixonaga hujjatlarni topshirib berishadi. Va keyin viza protsessi kuzgi semestrga topshirsangiz, avgustda o'rtarog'ida, avgust oxirigacha chiqadi. Endi u universitetlarga bog'liq. Keyin qo'lingizga elektron viza olganingizdan keyin o'sha bu yog'i Koreyaga uchib ketish bo'ladi. Keyingi etap bu juda ham oson etap. Universitetga o'qishga kirganingizdan keyin siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Birinchi, bilet olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, kvartira yoki yotoqxona gaplashishingiz kerak bo'ladi va uchinchisi, ham ishlab, ham o'qimoqchi bo'lsangiz, ish topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'ladigan narsa aviabilet. Aviabiletni 2 oy oldin yoki 1 oy oldin olib qo'yganingiz juda ham zo'r. Chunki siz 2 oy oldin yoki 1 oy oldin olsangiz, $300 olasiz. 300-350 dollar atrofida olasiz. Agarda o'sha kunga ertaga bilet olmoqchi bo'lsangiz, bugunga ertaga biletlar qolmagan bo'ladi. Ertadan keyingi biletlar esa juda ham qimmat bo'ladi. 400-450 dollar atrofida chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun 1 oy yoki 2 oy oldin erta olib qo'yib, qaytariladigan summada olib qo'yganingiz yaxshi. Xo'p, endi buni aviasalondan olsangiz bo'ladi. Keyin Uzbekistan Airways degan programmalar bor, saytlari ham bor. Polni ularni olsangiz bo'ladi. Juda ham easy narsa. Xo'p, biletlar oldingiz, endi Koreyaga yetib bordingiz. Xo'p, Koreyaga yetib borganingizdan keyin YouTube'da anında sayt qoldiraman, polni hamma ma'lumotlarni qoldiraman, qanaqa taksi topish, qaysi saytlardan foydalanish, xuddi men Toshkentda Yandex yoki boshqa viloyatlarda Yandex bor, xuddi o'shanaqa Yandexda qanaqa varianti bor Koreyada, o'sha ma'lumotlar polni hammasini tashlab qo'yaman. Keyin taksi driverlar уже topdingiz. Xo'p, kvartiralarni ham xuddi o'shanaqa saytlari bor, 3 ta sayti bor. Особенный sayti. O'sha saytlardan bemalol topishingiz mumkin. O'zingiz hech qanaqa konsaltingsiz, hech qanaqa arendatorsiz yoki hech qanaqa realtorsiz o'zingiz gaplashsangiz bo'ladi arendator bilan. Absolut. Keyin oxirgi etapi ish topish. Ish topish ham u ham onlayn bo'ladi. 3 ta katta saytlar bor. O'sha saytlarni yozib qo'yaman, tashlab qo'yaman. O'sha saytlarga kirasiz, polni ish topsangiz bo'ladi. Eng muhim joyi ishchi bilan o'zi bilan gaplashing. O'rtada bironta odam turmasin yoki bironta tanishingiz topib bermasin. Tanishingiz topib bersin zo'r. Ishchi bilan absolutni gaplashing. Keyin hamma hujjatlarni ko'rib chiqing. Ish berayotganda imzo qo'yadigan joyi iloji boricha ham inglizcha yoki iloji bo'lsa o'zbekcha tarjima qilib, keyin imzo qo'ysangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki katta xatoliklar bo'lib ketishi mumkin bitta imzoning orqasidan. Xo'p, endi ish topishga keladigan bo'lsak, agarda sizda koreys tilini bilib, Korean Topic 2, 3, 4, 5 yoki 6 bilan borsangiz Koreyaga, bu juda ham zo'r. Siz nalibo joyda bemalol ish topib olasiz. Agarda siz ingliz tili bilan borsangiz, IELTS 5.5, 6, 6.5, 7 va hokazo 2 oy yoki 3 oy sal qiynalasiz, chunki u yoqning muhitiga tushishingiz kerak bo'ladi, koreys tilini bilishingiz kerak bo'ladi, chunki Koreyada 80% fuqaro hammasi koreys tilida gapirishadi. O'sha 20% ingliz tilini biladi, lekin o'sha 20% ham o'zlarining tillarini hurmat qilishadi va koreys tilida gaplashishadi. O'shaning uchun sal ish topish ozginacha muammo bo'ladi, lekin bemalol logistika sohalarida, mavsumiy ishlarda va yana boshqa shu til kerak bo'lmaydigan zavodlarda, korxonalarda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Agar sizda Topic bo'lsa, o'sha boya aytganimdek, bemalol, bexotirjam ish topib keta olasiz. Endi oyliklarga keladigan bo'lsak, kuniga 100, 110, 120 dollar topishadi. Agarda yarim stavkada ishlasangiz, til kursi bilan borgan bo'lsangiz, 60, 70, 80 dollar atrofida, endi o'ziga bog'liq. Shaharga bog'liq. Seulda bo'lsa qimmatroq, Pusan'da bo'lsa qimmatroq, Asanda bo'lsa sal arzonroq ish bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu video sizga juda ham foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agarda bundan-da yana batafsilroq ma'lumot olish uchun Telegramda kanallarimiz qoldiramiz, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bepul konsultatsiya xizmati bor.